Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan geodeziya fanidan 10-mavzu, ya'ni o'lchash va o'lchash xatoliklari mavzusi bo'yicha qisqacha tanishib o'tamiz. Bu mavzu bo'yicha quyidagicha reja tuzib oldik. O'lchash va uning turlari. Ikkinchisi, o'lchash xatolari muntazam, tasodifiy va qo'pol xatolar. Uchinchisi, tasodifiy xatoning hassalari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Endi geodezik ishlarni bajarishning asosiy qismi o'lchashlardan iborat. O'lchashlar asosan ikki turga bo'linadi. Birinchisi bevosita o'lchash va bilvosita o'lchash. Endi bevosita o'lchashda o'lchov birligi hisoblanuvchi asbob o'lchanayotgan obyektga taqqoslanadi. Masalan, joyda masofani po'lat lenta bilan o'lchash, gorizontal burchaklarni teodolit bilan o'lchash, karta yoki planda ikki nuqta orasidagi masofani chizg'ich bilan, qog'ozda tutash chiziqlar orasidagi gorizontal burchakni transporter bilan o'lchash bevosita o'lchash bo'lib hisoblanadi. Endi bilvosita o'lchash qanaqa? Bilvosita o'lchashda obyekt bevosita o'lchanmasdan, balki uning kattaligi boshqa o'lchash natijalaridan foydalanib aniqlanadi. Masalan, aylananing radiusi ma'lum bo'lganda, aylananing uzunligi L2PR formulasidan foydalanib aniqlash mumkin. Endi har qanday o'lchashlar 5 ta faktor asosida bajariladi. Bu birinchisi o'lchanadigan obyekt, ikkinchisi kuzatuvchi, uchinchisi o'lchash asbobi, to'rtinchisi o'lchash metodi, beshinchisi o'lchash paytidagi tashqi muhit. Endi bu 5 ta faktorni har bittasi bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi o'lchanadigan obyekt. Obyektlarga nimalar kiradi? Maydon, binoning balandligi, ikki nuqta orasidagi nisbiy balandlik, hattoki partaning eni va bo'yini o'lchash, yo'lning uzunligi, binoning cho'kishini aniqlashlar bu o'lchanadigan obyektga kiradi. Ikkinchisi kuzatuvchi, ya'ni kuzatuvchilarga nima kiradi? Kimlar kiradi? Bu geodezist birinchisi. Ikkinchisi mark shader va uchinchisi muhandis. Bular har bittasi kuzatuvchi bo'lib hisoblanadi. To'rtinchisi endi bu o'lchash asbobi. Asboblariga nimalar kiradi? O'lchash asboblariga mana po'lat lentadan boshlab qolaylik. Po'lat lenta, teodolit asbobi, niveller, taximetr, svetodalamер, barograflar hammasi o'lchash asbobiga kirib ketadi. Endi hozir kunda elektron taximetrlar yoki danamer, elektron danamerlar, GPS apparatlari chiqib ketgan, ularni ham o'lchash asboblariga kiritsa bo'ladi. Keyingisi o'lchash metodi. Endi o'lchash metodi. Burchak o'lchash, masalan, gorizontal va vertikal burchaklarni o'lchash. Masofa o'lchash, po'lat lenta yordamida yoki borib bo'lmas hududlarni ham o'lchash imkoniyati bor. Balandliklarni o'lchash, ya'ni nisbiy va absolyut balandliklarni o'lchash. Undan keyingisi o'lchash paytidagi tashqi muhit. Tashqi muhit deganda biz nimani tushunamiz? Tashqi muhit deganda shamol, haqiqatan agarda biz o'lchanadigan maydonda o'lchayotganimizda shamol bo'ladigan bo'lsa, bizga bu salbiy ta'sir qilishi mumkin. Yomg'ir, qor, quyosh nuri, bularning har bittasi salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'ladigan omillarga kirib ketadi. Agar o'lchash paytida 5 ta faktorga ham amal qilinsa, ya'ni bir xil malakali ishchilarning bir xil sharoitda bir xildagi aniq asbob bilan teng marta o'lchanishi teng aniqli o'lchash deyiladi. Agarda bulardan 5 ta faktordan birontasi o'zgarsa, masalan, kuzatuvchilar har xil malakali bo'lsa, bunday o'lchashga teng aniqsiz o'lchash deyiladi. Keltirilgan faktorlarning har qaysisi o'lchash paytida bir qator elementlar xatoliklarni keltirib chiqadi. Bu element xatoliklar yig'indisi o'lchash natijalarining xatosini tashkil qiladi. Shuning uchun o'lchash natijalari hech qachon o'lchanayotgan obyektning haqiqiy
Shunday ekan, o'lchash xatolari kelib chiqish sabablariga ko'ra qo'pol, sistematik va tasodifiy xatoliklarga bo'linadi. Endi qo'pol xato asosan o'lchash asbobidan sanoqni noto'g'ri olish, o'lchash ishini bajarayotgan kishining parishon xotirligidan yoki noto'g'ri sanoq olishidan, charchaganlik hamda ishga beparvolik bilan yondashishidan kelib chiqadi. Masalan, bir obyekt o'rniga boshqasini o'lchab qo'yish, noto'g'ri yozish, hisoblash ishlarida yanglishishlar qo'pol xatoga misol bo'la oladi. Qo'pol xatoga yo'l qo'ymaslik uchun odatda o'lchash va hisoblash ishlari qayta bajariladi. Sistematik xato biror obyektni bir necha marotaba o'lchash davomida doimo bir xil ishora bilan bir xil qiymatga takrorlanadigan xatodir. Sistematik xatoning kelib chiqishiga o'lchash asbobi uzunligining xatosi, nivellir vizor o'qining gorizontal bo'lmasligi, kuzatuvchining shaxsiy xatosi va boshqalar misol bo'lishi mumkin. Endi keyingisi tasodifiy xato. Bu o'lchash natijalaridagi qo'pol va sistematik xatolarning yo'qotishdan keyingi xatodir. O'lchash paytida tasodifiy xatolar bo'lishi muqarrar bo'lib, o'lchash paytida uni e'tiborga olib bo'lmaydi. O'lchash xatolari nazariyasining asosiy vazifalaridan biri tasodifiy xatoning kelib chiqish qonunini o'rganib chiqib, uning o'lchash natijalariga bo'lgan ta'sirini kamaytirishdan iboratdir. Tasodifiy xatolarning xastalarini o'rganadigan bo'lsak, o'lchash xatolari orasida xastalarni o'rganish uchun ko'rsatiladi. Tasodifiy xatolar statistika qonuniyatlari ko'p hodisalar qonuniyatlari bo'yicha o'zgaradi. Bu qonuniyatlarni o'rganish natijalarining ishonchli va aniq bo'lishiga imkon beradi. Endi shunga muvofiq tasodifiy xatolar quyidagi xastalarga egadir. Birinchisi, teng aniqlik o'lchash ishlari bajarilganda tasodifiy xato absolyut qiymati bo'yicha ma'lum chekdan oshmaydi. Ikkinchisi, absolyut qiymati kichik bo'lgan xatolar absolyut qiymati katta bo'lgan xatolarga nisbatan ko'proq uchraydi. Uchinchisi, musbat ishorali xatolar qancha ko'p uchrasa, manfiy ishorali xatolar ham shuncha uchraydi. To'rtinchisi, tasodifiy xatolarning arifmetik o'rta miqdori o'lchashlar soni ortgan sari nolga yaqinlasha boradi. Ya'ni bu hassani quyidagi matematik ifoda ko'rinishida yozish mumkin. Bu yerda delta 1, delta 2 va delta n'lar nisbiy xatolar. N esa o'lchashlar soni. Necha marta o'lchandi, necha marta o'lchanmadi. Agarda biz qo'pol yoki boshqa bir tasodifiy xatolar qiladigan bo'lsak, mana shunaqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi o'lchashlar haqida, ya'ni o'lchashlar xatoliklar haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bunda nimalar bo'lishi mumkin? Bu o'rtacha kvadratik xato biror obyektning qanchalik aniq o'lchanganligiga baho berishda o'lchash natijalarining o'rtacha kvadratik xatosidan foydalanadi. Nemis olimi Gauss tomonidan taklif qilingan aniqlik kriteriyasi sifatida o'rta kvadratik xato qabul qilindi. O'rtacha kvadratik xato m bilan o'lchash natijadagi tasodifiy xatolar delta 1, delta 2 va hokazo delta n bilan ifodalansa, o'rtacha kvadratik xato quyidagicha ifodalanadi, ya'ni quyidagicha aniqlanadi. Endi chekli xato, tasodifiy xatolar belgilangan miqdordan oshmasligi shart. Bu miqdor xatoning chegarasi yoki chekli xato deyiladi. Ehtimollik nazariyasiga ko'ra, normal sharoitda obyektni 1000 marta o'lchaganda 3 martadagina tasodifiy xato qiymati yo'l qo'yiladigan
o'rtacha kvadratik xato qiymatidan oshishi mumkin. Shunga ko'ra, o'rtacha kvadratik xatoning uchlangan qiymati chekli xato deb qabul qilinadi. Ya'ni chekli xato plus minus 3m, ya'ni metr. O'rtacha kvadratik xato. Hozirgi vaqtda talablar katta bo'lganligi uchun plus minus chekli xato plus minus 2 metrga teng bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi.